Aytgancha malarsan-ku. Bitta uy oluvdim. O'shani ikki xonasini remont qilib berish kerak. Bir 10 kunlarda bitirsang, ja yaxshi bo'lardi demanga. Ertalab senga adres tashlayman. O'rtoq, maylimi? O'sha uyingda yotib qolib remont qilsam, hamma yo'l-kira ham ekonom bo'ladi-da. Bo'radi o'rtoq. Baribir o'tda hech kim yashamaydi, bemalol. Yana erta bafurcha gaplashamiz. Bo'pti. Kelinglar. Kelinglar bemalol. Kel qizim. Xullas o'rtoq, senga yetgan uyim mana shu bo'ladi. O'z uying yaxshi-yu, nimasini remont qilmoqchisan? Sandan kutmagan edim. O'zi sen meni o'rtog'immisan? Qarzlaring bor ekan, uyini sotishgacha boribsan. Nega menga yetmading? Qanaqa qilib yetaman? Hammani ham muammosi o'ziga yetarli. Bunaqa holatimda kimga ham yoqardim. Gapni qisqa qilaman. Bugundan boshlab shu uy saniki. Qizing bilan bemalol yashayversang bo'ladi. Tushunmadim o'rtoq. Hazillashyapsanmi? Yo'q o'rtoq, hazillashmayapman. Bu uyni senga hadya qildim.